Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan oqsil sintezga doir bir qancha yangi ma'lumotlar ko'rib o'tamiz. Bu ma'lumotlarimiz mart oyidagi sertifikat imtihonlaridan tushgan. Demak, boshladik. Demak, bizda oqsil sintezi DNKdan informatsion RNKdan oqsil. Shu tartibda amalga oshadi. Va bu tartib ham o'z ichida bir qancha jarayonlarni o'z ichiga oladi. Demak, dastlab qo'sh zanjirli DNK molekulasi. Bu qo'sh zanjirli DNK molekulasini qismlarga ajratib olamiz. Asosan 1, 2, 3, 4 ta qismga ajratib olsak, dastlabki qism promotor, undan keyingisi operator va o'rta qismida gen saqlaydigan qism. Gen saqlaydi va oxiri terminator. Bu qismlar qanday vazifani bajaradi? Bizda promotor va operator qismlari oqsil sintezini boshlab beradigan genlar joylashgan bo'ladi. Promotor va operatorda oqsil sintezini boshlaydigan genlar joylashgan bo'ladi. Gen saqlaydigan qismida esa bu yerda o'z navbatida bular ham ikki qismga ajraladi. Ekzonlar va intronlar. Ekzonda oqsil sintezlaydigan nukleotidlar, bular ekzonlar deyiladi. Ya'ni ekzonlarda oqsil sintezlashga javobgar bo'lgan ma'lumotlar ekzonlarda saqlangan bo'ladi. Va shu ekzonlardagi ma'lumot asosida bizda oqsil sintezlanadi. Intronda esa bunday ma'lumot bo'lmaydi va intronlar oqsil sintezlashda ishtirok etmaydi. Va terminator qism buni to'xtatadigan qismi. Ya'ni oqsil sintezni to'xtatadi yoki DNK replikatsiyasini to'xtatadigan qism bu terminator qism deyiladi. Demak, bizda DNKmiz 4 qismga ajratib oldik. Promotor, operator, gen saqlaydigan qism va terminator. Promotor, operator DNK sintezini boshlab beradi. Gen saqlaydigan qism o'z navbatida ikkiga ajraldi. Ekzon va intron. Ekzonlarda oqsil haqida ma'lumot bo'ladi va ekzonlardagi nukleotidlar asosida oqsil sintezlanadi. Intronlar bu oqsil sintezlanmaydi va oqsil sintezi haqida ma'lumot intronlarda bo'lmaydi. Va terminator qism bu to'xtatadigan qism. Ya'ni DNK sintezini va oqsil sintezini to'xtatadigan qism bu terminator deyiladi. Endi o'z navbatida ikki zanjirli DNKdan bir zanjirli RNK sintezlanish jarayoni. Demak, dastlab DNKdan RNK sintezlanishi, dastlabki RNK bo'lagi bizda pre-RNK deyiladi. Pre-RNK. Va bu pre-RNKmizda ekzonlar, intronlar joylashgan bo'ladi. Va pre-RNKdan informatsion RNKning sintezlanishi, informatsion RNK splicing jarayoni deyiladi. Splicing jarayoni. Splicing nima? Pre-RNKdan informatsion RNKning sintezlanishi. Va informatsion RNKda faqat ekzonlar bo'ladi. Ekzonlar bizda DNKni oqsil haqida ma'lumot saqlaydigan nukleotidlar qatori bu ekzonlar deyiladi va informatsion RNKda shular bo'ladi. Demak, bizda pre-RNKdan informatsion RNKning sintezlanish jarayoni splicing jarayoni deyiladi. Va shu splicingda hosil bo'lgan informatsion RNKmiz asosida bizda oqsil sintezlanadi. Demak, bugungi mavzumiz shulardan iborat edi. Bunga doir masalalarni keyingi videolarimizda ko'rib o'tamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.